2026-yil shubhasiz kino yili bo'ladi. Ya'ni mana shu yilda shedevr kinolar chiqadi. Analitiklar esa umumiy hisobda 35 milliard dollardan ko'proq yig'adi filmlar deyapti. Kassani solishtirish uchun aytaman, 2019-yil ham kino yili bo'lgan va 40 milliarddan oshgan umumiy daromad. 2026 buning natijasini qaytara oladimi yo'qmi, albatta ko'ramiz. Shunday ekan, hoziroq yoningizga ruchka, qog'oz yoki telefoningizni olib oling. Eng yoqtirgan filmlaringizni chiqish sanasini yozib olasiz, kutayotgan filmlaringizni yozib olasiz va video oxirida albatta qaysi filmlarni kutayotganingizni yozib keting. Men ham video oxirida o'z ro'yxatimni aytaman. Hozir esa videoni cho'zib o'tirmaymiz. Bitta like bosing va biz boshladik. Grenlandiya migratsiya 2020-yil chiqqan Grenlandiya filmining davomi bo'lib, undagi voqealar kometa Yerning katta qismini yo'q qilgan voqeadan 5 yil keyin bo'lib o'tadi. Garitilar oilasi esa migratsiya, ya'ni boshqa joyga ko'chishiga to'g'ri keladi. Bosh rollarni Gerard Butler va Morena Bakkari ijro etgan. Suyak ibodatxonasi filmi 28 yil keyin filmining davomi bo'lib, unda voqealar o'sha g'azab virusi tarqalgan kundan 30 yil o'tgach sodir bo'ladi. Filmda dunyoni o'zgartirishi mumkin bo'lgan yangilik kashf qilinadi. Bosh rollarni esa Cillian Murphy, Ralph Fiennes va Aaron Taylor Johnson ijro etgan. Yoriq filmida Miami politsiyasi katta miqdorda pul topib olishadi va orada nizo paydo bo'ladi. Keyinchalik esa bu pullardan kallakesarlar va mafiyalar ham xabar topgach, vaziyat yanada og'irlashadi. Bosh rollarni Ben Affleck, Matt Damon va Scott Adkins ijro etgan. Silent Hillga qaytish filmi 2001-yilda chiqqan Silent Hill 2 o'yiniga asoslangan bo'lib, unda James ismli bola vafot etgan rafiqasidan sirli xat olib, uni qidirib yana Silent Hillga qaytib keladi. Bu yerda esa uni eski va yangi maxluqlar kutib turgan bo'ladi. Bosh rolni Jeremy Irvin ijro etgan. Rahim Shafqat filmidagi voqealar yaqin kelajakda, ya'ni sun'iy intellekt ancha rivojlangan vaqtda bo'lib o'tadi. Masalan, jinoyatchilar sun'iy intellekt oldida sud qilinadi. Bir kuni esa detektiv o'z rafiqasini o'ldirganlikda ayblanadi va 90 daqiqa ichida sun'iy intellektga aybsiz ekanini isbotlashiga to'g'ri keladi. Bosh rollarni Chris Pratt va Rebecca Fergusonlar ijro etgan. Vayronkor ekipaj filmi komedik bayvik bo'lib, voqealari Gavayi orolida kechadi. Unda anchadan beri ko'rishmagan o'gay aka-ukalar otasining sirli o'limidan keyin birlashadi. Bittasi tartibsiz va o'zboshimcha bo'lsa, ikkinchisi intizomli va tartibli detektiv bo'ladi. Bosh rollarni Jason Momoa va Dave Bautistalar ijro etgan. Yordam yuborish filmini Sam Raimi suratga oldi. Undagi voqealar samolyot halokatidan so'ng kimsasiz orolda omon qolishga urinadigan ikki hamkasb atrofida kechadi. Bosh rollarni Rachel McAdams va Dylan O'Brienlar ijro etgan. Boshpana filmi Jason Stathamning odatiy filmlaridan biri, ya'ni uning qahramoni har doimgidek nafaqada, bir kuni esa cho'kayotgan qizni uchratib qolib, uni qutqaradi va qizni yovuzlardan asrashiga to'g'ri keladi. Margot Robbie va Jacob Elordi bosh rolni ijro etgan film Emily Brontening mashhur romani asosida suratga olingan bo'lib, voqealar Heathcliff ismli yetim bolaning begona oilaga tushib qolishi va u yerda Ketrin bilan o'rtasida paydo bo'lgan murakkab muhabbat atrofida kechadi. Ijtimoiy tengsizlik, rashq va qasos ularning munosabatini asta-sekin fojiaga aylantiradi. Jinoyat 101 filmi Los Anjelesda sodir bo'layotgan mukammal rejalashtirilgan zargarlik o'g'rilari haqida. Unda biz tajribali detektivlar va aqlli hamda uddaburon o'g'rilar qarama-qarshiligini ko'ramiz. Bosh rollarni Chris Hemsworth, Mark Ruffalo va Barry Keoghanlar ijro etgan. Goat multfilmi Sony tomonidan yaratilgan bo'lib, yosh echkining mashhur basketbolchi bo'lishi haqida. U bu yo'lda ko'plab qiyinchiliklarga uchrashi aniq. Jirafa personajiga esa shaxsan Stephen Curryning o'zi ovoz bergan. Qichqiriq 7 filmida arvoh yuz yana qaytadi. Bu safar qotilliklar yangi qoidalarga asoslanadi va omon qolgan qahramonlar o'tmishdagi dahshatlar bilan yana yuzma-yuz keladi. Bundan tashqari eski voqealarga bog'liq bo'lgan sirlar ham ochiladi. Sakrovchilar multfilmi Pixar studiyasiga tegishli bo'lib, unda bir qizning ongini qunduzga ko'chirishadi va u qunduz tanasida hayvonlar bilan ularni tushunib yashay boshlaydi. O'tkir viqorlar o'lmas odam filmida biz o'sha mashhur serial
serialning davomini ko'ramiz, ya'ni Shelbylar oilasining hokimiyat va jinoyat olamidagi yangi kurashini. Film voqealari esa Ikkinchi jahon urushi boshlanishi vaqtiga to'g'ri keladi. Filmga Barry Keoghan, Rebecca Ferguson va Tim Roth ham qo'shildi. Shu joyda aytib o'tib ketay, O'tkir viqorlar meni eng yoqtirgan seriallarimdan bittasi, maza qilib ko'rganman va davomini ham albatta kutyapman. Lekin hozir bu muhim emas. Muhimi ushbu 2026-yilda ham undan qolishmaydigan seriallar talaygina. Shunday ekan, agar mana shu videodagi layklar soni 10 mingtaga yetsa, xuddi shunday seriallar haqida video chiqadi. Menimcha bu qiyin emas. Bemalol eplaymiz. Shunday ekan, hoziroq layk bosing. Hail Mary proyekti filmi ilmiy fantastika bo'lib, unda xotirasini yo'qotgan astronavt yolg'iz koinotda Yerni qutqarish missiyasi bilan qolib ketadi va hatto o'zga sayyoraliklar bilan ham uchrashadi. Bosh rolda Ryan Gosling. Super Mario 2 multfilmi birinchi qismining davomi bo'lib, unda Mario va do'stlari yangi sarguzashtlarni boshdan kechirishadi va Bowserning o'g'li otasini qutqarishga keladi. Mumia filmi yangicha talqinda suratga olindi va eski franshizaga aloqasi yo'q. Syujetga ko'ra, cho'lda g'oyib bo'lgan qiz 8 yildan so'ng qaytib keladi. Uning otasi qizning ichiga qadimgi Misr mumiyosi ruhi kirib olganini tushunib yetib, oilasini saqlab qolish uchun harakat qiladi. Bosh rollarni Jack Rayner va May Kalamavi ijro etgan. Apex filmi jangari triller bo'lib, unda bir ayol Avstraliyaning yovvoyi o'rmonlarida ovchilardan qochib omon qolishga urinadi. Bosh rolni Charlize Theron ijro etgan. Michael filmi musiqa qiroli Michael Jacksonning hayoti haqida. Unda biz Michaelning sahna ortidagi hayoti, shon-shuhrat va shaxsiy iztiroblarini ko'ramiz. Bosh rolni Jafar Jackson ijro etgan. Prada kiygan iblis 2 filmi 20 yil deganda suratga olindi. Film voqealarida ham ancha vaqt o'tgan va taqdir boshliq va yordamchini yana to'qnashtirdi. Faqat bu safar pozitsiyalar boshqacharoq. Anne Hathaway va Meryl Streeplar yana o'z rollariga qaytishdi. Detektiv qo'ylar filmi komedik detektiv janrida bo'lib, bosh rolni Hugh Jackman ijro etgan. Unda cho'pon George har kuni kechqurun o'z qo'ylariga detektiv romanlarini o'qib beradi. Bir kuni cho'pon sirli ravishda o'lik holda topilgach, uning aqlli qo'ylari jinoyatni o'zlari hal qilishga qaror qilishadi. Mortal Kombat 2 filmi birinchi qismining davomi bo'lib, unda biz yerlik chempionlar bilan Shao Kahn boshchiligidagi tashqi olam chempionlari o'rtasida bo'ladigan shafqatsiz jang musobaqasini ko'ramiz. Bundan tashqari filmda Karl Urban ijro etgan o'sha afsonaviy Johnny Cage personaji ham qatnashadi. Yulduzlar jangi olamiga kiruvchi Mandalorlik va Grogu filmi Mandalorlik serialining mantiqiy davomi bo'lib, unda ikki qahramonimiz yangi topshiriqlarni bajarishda davom etadi. Har doimgidek Pedro Pascal o'z roliga qaytadi. Bundan tashqari filmga Sigourney Weaver ham qo'shilgan. Qo'rqinchli film olamining 6-qismida franshizaning ajralmas qahramonlari Cindy Campbell va dugonasi Brenda Mix yana asosiy planda bo'ladi. Syujet hozircha aniq bo'lmasa-da, ular sirli va qo'rqinchli hodisalar girdobiga tushib qolishi aniq. Bosh rollarni albatta Anna Faris va Regina Hall ijro etgan. Oshkor etish kuni filmini mashhur rejissyor Steven Spielberg suratga olgan. Film ilmiy fantastika bo'lib, noma'lum uchuvchi jism hamda o'zga sayyoraliklar bilan bog'liq va insoniyatning ushbu hodisaga bo'lgan munosabati haqida. Bosh rolni Emily Blunt ijro etgan. O'yinchoqlar tarixi 5 multfilmida biz yangi dushmanni ko'ramiz, ya'ni planshetni. Woody va do'stlari esa unga qarshi kurashadi. Multfilm dolzarb mavzulardan biri, aniqrog'i yoshlar telefon va planshetlarga berilib ketayotganini olib chiqadi. DCning yangilangan kino olamiga kiruvchi Supergirl filmining voqealari Superman filmining voqealaridan keyin bo'lib o'tadi va to'liqligicha koinotda yuz beradi. Kara o'z kuchiga kripto bilan ko'plab sarguzashtlarni boshdan kechiradi va ko'ngilsizliklarga ham uchraydi. Asosiy rolni Millie Alcock ijro etgan. Minionlar haqidagi 3-multfilmning syujeti hozircha aniq emas, lekin katta ehtimol bilan 2010-yilda chiqqan Despicable Me multfilmiga prequel bo'ladi. Lekin multfilm syujeti Minionlar Gollivudddagi maxluqlarni afsun yordamida uyg'otib yuborishi haqida ham bo'lishi mumkin. Moana filmi shu nom ostidagi multfilmning deyarli birga-bir ko'chirmasi bo'ladi. Ya'ni syujet bir xil, faqat kino ko'rinishida. Bosh rolda Frankie Adams, Dwayne Johnson esa o'zi ovoz bergan
bergan personajini ijro etadi. Kristofer Nolan suratga olgan Odyssey filmi 10 yillik Troya urushidan keyingi voqealarni ko'rsatadi. Ya'ni Odyssey o'z askarlari bilan uyiga qaytishini, ular esa bu yo'lda ko'plab qiyinchiliklarga uchraydi. Bosh rollarni Matt Damon, Anne Hathaway va Tom Hollandlar ijro etgan. Aytishlaricha, O'rgimchak odam yangi kun filmi oldingi O'rgimchak odam haqidagi filmlarga o'xshamas ekan. Unda Peter Parker bor e'tiborini shaxsiy hayotiga emas, O'rgimchak odam obraziga qaratadi. Filmda yovuzlar ko'p bo'ladi, lekin hozircha asosiy yovuz kim bo'lishi aniq emas. O'rgimchak odamga esa jazolovchi yordam beradi va filmda biz aqldan ozgan Hulkni ham ko'ramiz. Clayface filmi ham DCning yangilangan kino olamiga kiradi, lekin boshqa super qahramon filmlardan farqli o'laroq body horror va triller janrida bo'ladi. Syujet tajriba orqali loy odamga aylanib qolgan Gollivud aktyori haqida. Bosh rolni Tom Rhys Harris ijro etgan. Men bitta narsaga hayronman. Ushbu loy odam haqidagi film hozir DCga nimaga kerak? Endi kino olam boshlanyapti. Hammani odamlar o'ziga jalb qilish kerak. Bu yoqda Flash kutib turibdi. G'aroyib ayol, Batman, hali birontasi haqida xabar yo'q. James Gunn sigaretini chekib Clayface haqida olamiz. Keyin Superman filmini ko'rgan bo'lsangiz, Daily Planet'da bitta ishchisi bor, mana rasmini ko'rsataman. Uni men ismini ham, o'zini ham tanimayman. James Gunn mana shu personaj haqida serial suratga olmoqchi. Tushunyapsizmi? Hali bu yoqda Flash, Batmanlar turibdi. Bu mana shu personaj haqida serial olamiz, Clayface filmini chiqaramiz edi. To'g'ri, kino olam qanchalik shoxlari o'sib, qanchalik yaxshi bo'lsa yaxshi, lekin avval bu yog'ini joyiga qo'yib qo'yaylik. Bilmadim, James Gunn hozir nimani o'ylayapti, balki o'zini rejalari bordir. Vaqt o'tishi bilan hammasini bilib olamiz. Bu haqida ham fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Yovuzlik maskani filmi franshizaning 30 yilligiga bag'ishlanib chiqarilmoqda va oldingi filmlarga bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni butunlay yangi film sifatida chiqadi. Syujetga ko'ra, Brian ismli kuryer chekka hududdagi virus tarqalgan shifoxonada qolib ketadi. Bosh rolni Austin Abrams ijro etgan. Qazuvchi filmi qora komediya janrida bo'lib, dunyodagi eng qudratli odam haqida hikoya qiladi. U butun insoniyatni yo'q qilib yuboradigan falokat yuzaga keltirib, o'zi xaloskor sifatida buni bartaraf etmoqchi bo'ladi. Bosh rolni Tom Cruise ijro etgan. Ankh afsonasi so'nggi havo sehrgari filmi original multserialning davomi bo'lib, unda qahramonlar ancha ulg'aygan bo'ladi va yovuzlarga qarshi chiqa oladigan qadimiy kuch haqida xabar topadi. Ankh esa o'z do'stlari bilan birgalikda ushbu kuchni topish uchun butun dunyo bo'ylab sarguzashtga otlanadi. Bosh rolni Erik Nam ijro etadi. Ijtimoiy hisob-kitob filmi ijtimoiy tarmoq filmining davomi bo'lib, voqealar taxminan 17 yil o'tgach sodir bo'ladi. Unda 2021-yilda Facebookning sobiq muhandisi Fransis tomonidan kompaniyaning ichki sirlari va xavfli algoritmlari fosh qilinishi ko'rsatiladi. Bosh rollarni Jeremy Strong va Mikey Madison ijro etgan. O'sha afsonaviy ko'cha urushi nomli o'yinning ham filmi suratga olindi. Film voqealari 1993-yilda bo'lib, syujet markazida Ryu va Ken jangchilari turadi. Chun-Li esa ularni navbatdagi dunyo jangchilari turniriga jalb qiladi. Bosh rollarni Andrew Koji va Noah Centineo ijro etadi. Ochlik o'yinlari olamining yangi filmi original trilogiyadan 24 yil oldingi voqealarni ko'rsatadi. Asosiy qahramon esa yosh Haymitch, ya'ni Woody Harrelsonning personaji. Xabarlarga ko'ra, o'sha yilgi o'lim janglarida 48 tagacha ishtirokchi qatnashgan ekan. Shunda filmda Haymitch qanday qilib g'olib bo'lgani va nega keyinchalik tushkunlikka tushib, ichkilikka berilib ketganining sabablari ochib beriladi. Bosh rolni Yosef Zada ijro etgan. Narnia filmi bizni yana o'sha afsonaviy va sirli olamga qaytaradi. Film Sehrgarning jiyani kitobi asosida suratga olindi. Demak, biz filmda Narnia dunyosi qanday yaralgani, Sher Aslan va yovuz oq afsungar Jadisning paydo bo'lish tarixini ko'ramiz. Bosh rollarni Emma Mackey va Daniel Craig ijro etgan. Jumanji 3 filmi albatta oldingi qismlarning davomi bo'ladi. Faqat bu safar bolalar o'yinning ichiga tushib qolishmaydi, ya'ni o'yinning o'zi haqiqiy dunyoga bostirib kiradi. Bosh rollarni esa har doimgidek Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black va Karen Gillan ijro etgan.
Duna 3 filmi Duna Messiyasi kitobiga asoslanib suratga olindi. Voqealar esa ikkinchi filmdan taxminan 12 yil o'tgandan keyin sodir bo'ladi. Ya'ni Paul Atreides endi butun koinotning imperatori. U o'zi boshlagan muqaddas urush oqibatida millionlab odamlar halok bo'layotganini ko'radi. Filmda Paulning hokimiyatni saqlab qolishiga urinishi, unga qarshi uyushtirilgan fitnalar va o'zi ko'rayotgan dahshatli bashoratlar haqida bo'ladi. Bosh rollarni Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh va Anya Taylor-Joy ijro etadi. Qasoskorlar qiyomat kuni Marvel kino olamining eng katta filmlaridan biri. Unda Robert Downey Doktor Doom rolini ijro etgan va aynan u filmning asosiy figurasi bo'ladi. Shu qatorda Chris Evans ijrosidagi Steve Rogers va Thor ham filmning asosiy personajlaridan hisoblanadi. Bundan tashqari X odamlar, momaqaldiroqlar, fantastik to'rtlik va qolgan qasoskorlar ham qatnashadi. Yana kutilmagan kameolar ham bo'lishi aniq. Ha, adashganingiz yo'q. Duna 3 va Qasoskorlar 5 filmlari bir kunda 18-dekabrda premyera qilinadi. Warner Bros aytdi, biz turamiz mana shu sanada, qo'rqmaymiz qasoskorlardan dedi. Ya'ni o'zgartirmaymiz deyishdi agar keyinchalik fikrlar o'zgarib qolmasa, lekin baribir nima bo'lsa ham Qasoskorlar filmi bosib ketishi aniq. Kinoteatrlar ko'proq zalini Qasoskorlarga beradi baribir. Kassa yig'imlariga ham ta'sir o'tkazadi. Lekin hozirdan mem bo'lishni boshladi. Doomsday degan, agar rasmlarni ko'rgan bo'lsangiz, xuddi Barbie Gamerga o'xshab, Oppenheimer va Barbie filmlari bir kunda premyera qilinganiga o'xshab, balki mana shunday memlar ko'payib ketib, Dunaga ham plus bo'lar, lekin bunisini hali aniq bilmaymiz. Kuzatamiz nima bilan tugar ekan. Jahldor qushlar 3 multfilmida biz qahramonlarimizning yangi sarguzashtlarini ko'ramiz. Syujet esa hozircha aniq emas, lekin taxminlarga ko'ra, qushlar va cho'chqalarning tinchlik bitimidan so'ng umumiy yovuz paydo bo'ladi yoki yangi orol kashf qilinadi. Mana 2026-yildagi eng ko'p kutilayotgan filmlarni ko'rib chiqdik va endi bemalol kommentga kirib, siz qaysi filmlarni ko'proq kutayotganingizni yozishingiz mumkin va men o'zimning filmlarimni aytaman. Birinchi o'rinda shubhasiz Qasoskorlar Doomsday eng ko'p kutayotgan filmim va undan keyin keladi Duna 3, Odyssey Christopher Nolan'niki, Steven Spielberg'ning kinosini ham juda ham ko'p kutyapman. Bu yoqda Mortal Kombat 2 bor, O'rgimchak odam va adashmasam yana bitta film bor. Ya'ni o'tkir viqorlar Thomas Shelby'ning hikoyasining yakuni bo'ladi. Albatta mana shu aytib o'tgan filmlarimni intiqlik bilan kutyapman. Sizni ham ro'yxatingizni kommentda kutib qolaman. Yana bir narsani aytib qo'yay, ushbu ro'yxatdagi filmlar hammasi emas. Hali bundan tashqari yaxshi filmlar chiqadi, faqat hali e'lon qilinmagan, ko'rsatilmagan, ochiqlanmagan bo'ladi. Ya'ni yilning oxiriga borib, baribir yaxshi filmlar qo'shiladi. Xuddi mana bu 2025-yilda ham yilning oxiriga zo'r filmlar chiqdi, lekin uni biz yilning boshida bilmagan edik va bundan tashqari ushbu premyera sanalar o'zgarib qolishi mumkin, keyingi yilga qoldirilishi mumkin. Shunday ekan, yangi qo'shiladigan filmlar va o'zgarib qoladigan sanalarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'ling. Yangiliklar videosida hammasini sizlarga yetkazib boraman. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha